Demak, hurmatli o'quvchilar, to be going to mavzusidamiz. To be going to demak, men qoidalarni ham aytib ketaman, chunki bu yerga qoidalarni yozishga bizda albatta joy yo'q, lekin qoidalarni men aytaman. To'xtatib yozishingizda muammo yo'q. Uzr. Demak, boshladik. To be going to nima? To be going to taraddudlanamiz. Собираемся что-то делать. Men kechqurun demak, misol uchun nima deyman? Film tomosha qilmoqchiman. Demak, bitta qoida kelib chiqyapti. To be going to li gaplarni yozishingiz mumkin. To be going to li gaplarni o'zbek tilimizda tarjima qilishimizda moqchi qo'shimchasi kerak bo'lsa yozib berishim mumkin. Moqchi. Ko'ryapsiz? Moqchi tarjimasi orqali nima bo'lyapti? Amalga oshiryapmiz. Demak, to be going to taraddudlanish qaysiki moqchi qo'shimchasi orqali chiqadi. Uning 3 ta strategiyasi mavjud. Marhamat, birinchisi positive, birinchisi demak plan qilamiz. Hali vaqt soat yetib kelmagan, lekin biz o'zimizcha reja, maqsad va planlar uyushtiryapmiz. Men ertadan keyin demak chipta sotib olmoqchiman va borib buvimni ko'rmoqchiman. Yoki demak konferensiyaga demak tashrif buyurmoqchiman. Hali u konferensiya kelgani yo'q. Hali bugun tugab ertangi kun boshlangani yo'q va hokazo. Demak plan qilamiz. To'g'rimi? Birinchi strategiyani o'rganishga harakat qilamiz, keyin qolganlarga tushamiz. Diqqat bilan qaraymiz. I am going to visit my grandpa tonight. Marhamat. Albatta bu yerda ko'p narsalar bor sizga aytadiganlarimiz, lekin men qisqa tez aytyapman eng muhim joylarini. Qiyin mavzu emas, bemalol xotirjam bo'lib tushunishingiz mumkin. I subject tarjimalarni yozmadim. O'quvchilar, hurmatli tomoshabinlar, sababi o'tgan darslarimizda biz hamma tarjimalarni bildik. Uje sekin-sekin sizning nimangizda, ya'ni esingizda bular qolishi kerak. Demak, I subject am to be going to visit. Ko'ryapsiz mana bu joyi juda ham muhim. To visit bu infinitiv fe'l bo'lib, doimiy demak holatlarda u inkor bo'lsin, u darak bo'lsin, u so'roq gap bo'lsin, u yerda infinitiv verb nima qilar ekan? Ishtirok etar ekan. Davom etamiz. My grandpa object tonight esa demak signal word bo'lyapti. Bu signal so'zlarning o'zini sizga aytsam, o'zini bir nechta ko'rinishlari bor, ularni biz sizga yozamiz. Bu video, ya'ni bundan keyingi lavhalarda ko'rasiz. Demak, я собираюсь посетить своего, значит, дедушку вечером. Hali kechqurun kelgani yo'q. Men demak borib bobomni yoki to'g'rimi? Borib demak nima qilmoqchiman? Ziyorat qilib kelmoqchiman. Ziyorat qilmoqchiman. Hali soat 6 bo'lgani yo'q, 7 bo'lgani yo'q. U kunduzi ehtimol turib bu gapni aytayapti. Davom etamiz keyingisiga. Tahlillarni ko'rdik. Keyingi strategiyamizning nomi prediction. Bashorat qilamiz. Gipotezani, demak gipoteza degani demak taxmin qilamiz. Aniq bir fikrga ega emasmiz, lekin demak o'zimizcha taxminlarga asoslanib bo'lsa kerak, bo'lishi mumkin. Va hokazo. Qarang. I think it is going to rain cat and dogs. Я так думаю, что вечером пойдет очень сильный ливень. Ya'ni kechqurun demak katta demak kuchli yomg'ir demak nima bo'ladi? Yog'adi deymiz. Demak nima degani bu? Bu nima degani? Hali balki kun chiqib ketishi mumkin. Balki demak yomg'irning o'rniga nima yog'ishi mumkin? Qor yog'ishi mumkin. Balki yomg'ir, qor yog'masdan balki shamol esib qo'ya qolishi mumkin va hokazo. Tushuntira olyapmanmi? I think it is going to rain cat and dogs. Я так думаю, вечером может пойти, значит, сильный дождь. Demak deyapmiz. Mana qarang, I think ni o'zi bu signal so'z, bu asosan future simple da keladi. I think, I hope, I believe va hokazo. Bularga hali o'tamiz. Alohida video qilish ni xohlayapman o'zim men. Bu alohida to'xtalamiz bunga. It bu ob-havoga nisbatan it is going deganda o'sha ob-havo nazarda tutadi. To'g'rimi? Ya'ni it is going. Ya'ni havo yog'adiganda, ya'ni yomg'irgarchilik demak bo'ladiganda degan ma'noda it ob-havoga nisbatan aytilyapti. Subject bo'ldi bu. Is to be going bo'lib qoladi, bu o'zgarmaydi. To rain xuddi demak to visit kabi to rain. Ko'ryapsiz? Cat and dogs nima bo'lyapti? Object demak bo'layapti. Marhamat, keyingisiga o'tamiz. Fact, ya'ni factual, fact gaplar bo'ladi. Dalil va aniq isbotli gaplar uchun. Bu qanaqa gaplar bo'ladi odatda? Next year I'm going to turn 15. Odam demak 16 ga yoki 17 ga to'lmasdan turib 20 ga demak oyoq bosolmaydi, to'g'rimi? Albattaki bu nima bo'lyapti? Faktli gaplar bo'lyapti. Shuning uchun nima bo'lyapti? Следующий год мне исполнится, значит, 15.
Keyingi yili men 15 yoshga to'laman. Ya'ni 15 yoshni bosmasdan turib 17 ga to'la olmaysan. Shuning uchun ham nima deyapti? Dalil gaplar deyapmiz. Buni demak agar tushungan bo'lsangiz, endi keling men sizga og'zaki bularni demak juda ham oson so'roqlarni va inkorlar to'g'risida gaplashamiz. Marhamat qarang yaxshilab. I'm going to visit my grandma tonight. Men kechqurun demak bobomni borib ko'rmoqchiman. Ko'rmoqchimanmi demoqchi bo'lsangiz, juda ham oson. Buni yozib o'tirishni xohlamadik, chunki bu juda ham juda ham oson. Am demak nimaga o'tar ekan? Am I going to visit my grandma? Ko'rib turganingizdek, demak am faqat egadan oldinga o'tishi bilan qolganlari shunday o'zlari nima qilyapti? Tushib turibdi. Ya'ni to visit joyida turibdi, my grandma joyida turibdi, tonight joyida turibdi. Hech qanaqa muammo yo'q. Inkori bo'lyapti. I am qaytaryapman. I am not. Buni ham demak Mahmudga yozib qo'yishimda muammo yo'q. Demak, I am not going to visit my grandma tonight. Я вечером не собираюсь посетить своего, значит, дедушку deyapti. To'g'rimi? Bo'ldi, bu tugadi. Demak, am I going? I'm not going. Darakga esa demak, I am going to visit my grandma deb yozib qo'yganmiz. Shundoq ham darakda turgan edi birinchi holati. Keyingilarda ham xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lamiz. Marhamat. Signal so'zlari to'g'risida demak gaplashishga harakat qilamiz. Yozib olishingiz mumkin. Tomoshabinlar, o'quvchilar. To be going to signal, ya'ni signal words. Paytravishlar ekan. Har bir zamonning o'ziga yarasha nimalari bo'ladi? Signal so'zlari bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bu videoda mana biz birinchi zamonni boshladik. Chunki bu ancha onsoro zamon bo'lib, past simple ga qaraganda, present simple ga qaraganda ancha onsoro zamon bo'lib, biz birinchi bo'lib to be going to dan boshladik. Demak, boshlayapmiz. In 1 year, men aytib ketaman, tarjimalarni siz esa nima qilishingiz mumkin, yozishingiz mumkin. 1 yil ichida. In 1 month, in 2 months, 2 hafta ichida, 2 oy ichida va hokazo. Maylimi? Ichida degan so'z bo'lishi kerak. In 1 year, 1 yil ichida. Next week, next month, next year. Demak, keyingi hafta, keyingi oy, keyingi yil. Tarjimasi tomorrow, ertaga. Buni bilishingiz kerak deb o'ylayman. Tonight, kechqurun. Boya ham ko'rdik buni. On Saturday, on Fridays, on weekdays. Misol uchun, to'g'rimi? Shanba kunlari bo'yapti. This day, this week, this month. Bu kun, bu hafta, bu oy. Nowadays. Bu yerda demak, esimiz demak qolib ketibdi. Hozirgi kunlarda, bu kunlarda va hokazo. These days. Bu kunlarda. Later, позже, keyinroq, haliroq degan ma'noda. At 6 o'clock. Soat 6da. At present, hozirda. Endi kelyapmiz bularning gaplarda, jumlalarda kelish qismlariga. On Saturday, Sarah is going to buy a new jacket. Demak, on Saturday qayerda kelyapti? Gapning eng boshida keldi. Hozirdan aytaylik, vaqtimiz ketmasdan. Sarah is going to buy a new jacket on Saturday deb qayerda ham keltirishimiz mumkin ekan? Gapning demak oxirida ham demak keltirishimiz mumkin ekan. On Saturday. Buni eslab qolamiz deb o'ylayman. Qaytaryapman. On Saturday, Sarah is going to buy a new jacket. Sarah is going to buy a new jacket on Saturday. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Demak, shanba kuni Sara borib o'zi uchun, ya'ni o'zi uchun degan so'zni yozmagan albatta. Sara borib yangi jaket, demak, kostyum nima qilib olmoqchi? Sotib olmoqchi. Sarah subject is to be going. Going bu to buy infinitive verb boya kelishganimizdek. A new jacket esa demak object demak bo'layapti. Va hattoki biz siz bilan demak gap tuzishlargacha borishimiz mumkin. Ya'ni gap tuzishimizni ko'rsatishimiz ham mumkin, chunki bu oson mavzu bo'lgandan keyin zamon gap tuzishni o'rganish kerak. Yozib olishingiz mumkin. Gap tuzish bo'limidamiz. Men oddiy bitta gap yozdim. To be going to the. I'm going to look for a new place to live next month. Bu gapni keyin men nimalarga ajratdim? Formulalarga ajratdim. Mana marhamat Mahmudda formulation. Mana marhamat bular hammasi nima ekan? Formula ekan. I birinchi bo'lib kelar ekan. Am ikkinchi bo'lib kelar ekan. Ya'ni am going to hammasi birgalikda endi bu, chunki bitta yaxlit mavzu bular axir. Bu I birinchi bo'lib kelar ekan, am going bu ikkinchi bo'lib kelar ekan. To look infinitive fe'l nechinchi bo'lib kelar ekan? A new place to'rtinchi bo'lib kelar ekan, qaysiki to'ldiruvchi bo'lib, va oxirida signal so'zimiz bor, oltinchi bo'lib kelyapti. Va bu esa demak, xuddi mana bu to look for ga o'xshab, to live, ya'ni bu ham infinitive purpose, ya'ni infinitive purpose degan so'zning ma'nosi
Ya'ni maqsad infinitivi. Buni alohida biz to'xtalamiz. Endi buni tarjimasiga keladigan bo'lsak. Buni men sizga nima ko'rsatdim, hurmatli talabalar. Gap tuzmoqchi bo'lsangiz, har qanaqa mavzuga oldin u gapni qaytarib o'taman. Darak holatini olib, uni nima qiling? Tahlil qiling. Tahlil. Analyze. You should analyze properly from the beginning till the end. Boshidan oxirigacha siz uni nima qilishingiz kerak? Chiroyli tahlil qilishingiz kerak. Tahlil nima uchun muhim? Aynan o'sha tahlil sizni demak уже keyingi demak o'zingiz tuzmoqchi bo'lgan gaplarni nima qiladi? O'rgatadi. Tushundira olyapmanmi? Marhamat qaraymiz. Buni tarjimasi nima bo'lyapti? Xo'p. I'm going to look for a new place to live next month. Keyingi oy, kelasi oy yoki to'g'rimi? Kelasi oyda men yashash uchun yangi joy qidirayapman. Bo'ldi. Qidirayapman. Kelasi oyda men yashash uchun yangi joy qidirayapman. Я собираюсь искать новое, значит, место или квартира, имеется в виду, чтобы жить на следующем месяце. На следующем месяце я собираюсь искать новое, значит, место, чтобы жить. Endi mana marhamat. Ya'ni buni hozir mana men formula tarjimasi shu bo'lib chiqdi. Kelasi oyda men yashash uchun yangi joy qidiryapman. Shuni ham esingizdan chiqarmang. Hech qachon turkiy tillarning demak gaplardagi demak tartibi ingliz tiliga demak o'xshamaydi. Eshityapsizmi? Mana qarang, bizda kelasi oy demak qayerda kelyapti? Misol uchun birinchida kelyapti. Bularda ham kelishi mumkin. Ingliz tilida ham demak birinchida kelishi mumkin. Lekin men demak mana marhamat demak. Hozir buni paka bundoq turaylik. Bu demak bir bo'lib kelyapti, to'g'rimi? Yashash uchun. Qarang, bizda bularda yashash uchun nechinchi bo'lib kelyapti? Marhamat qayerda turibdi? To'rdan keyin bo'lib turibdi. Bizda esa demak turkiy tillarda nima bo'lyapti? Bu ikkinchi bo'lib kelyapti. Ya'ni rus tili bu yerda juda ham muhim. Albatta rus tilini biladiganlar uchun. Я собираюсь искать новое место, чтобы жить на следующий месяц. Endi o'zbek tilida, turkiy tillarda kelasi oyda men yashash uchun, qarang, yashash uchun qayerda turibdi? 2 da kelyapti bizda yashash uchun. Bularda esa nechida kelyapti? To 5 da kelyapti. To 5 da kelyapti. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Qisqa va lo'ndaqa gapirganda shunaqa. Keyingilarni o'zingiz demak ishlasangiz, o'ylaymanki, sizda уже, ya'ni qo'lingizdancha kelishadi. Yozib olishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, o'quvchilar, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlar, 3 ta jumla qoldirdim videoni so'ngida va bularga demak kommentariyada menga bularning tarjimalarini yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardim. Tarjimalar quyidagicha. Ular Manchester shahriga ko'chib ketmoqchi. U kollejni tugatib sayohat qilmoqchi. Ular mening tug'ilgan kunim uchun tort pishirmoqchi kabi jumlalar bo'lib, bularni menga demak yo inglizcha yoki inglizcha o'zbekcha variantlarini demak kommentariyada yozib qoldirsangiz, sizdan bag'oyatda xursand bo'lgan bo'lardim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mavzularga doir qanaqadir savollaringiz bo'lsa yana yozib qoldirishingiz mumkin. Faqat to be going to ni asosiy zamin qismi shu edi. Bundan tashqari yana nima deydi sizga aytsam, yanada demak, misol uchun kamyob qo'llaniladigan demak strukturalar bor. Qaysiki, misol uchun men 3 ta narsa aytib o'tdim, to'g'rimi? Plan dedim va prediction dedim va fact dedim. Yana demak comment varianti ham bor. Qaysiki juda ham kamyob qo'llaniladi. Asosan grammatikada demak gaplarda, speaking Englishda, to'g'rimi? Yoki writing Englishda asosan demak mana bu 3 ta strategiya demak nima qilinadi? Qo'llaniladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.